Cobalt mashinamizni olib qo'yganmiz. Okalar bu mashinamiz 1 oylik mashina. Ko'rayotganingizdek, bitta vaqtda ikkita tomonlardan siqib, ikkita kirlovlarni miyatina qilib qo'yishdi. Xudo xolasa, bu kirlovlarni miyatina qilib, ko'rayotganingizdek, kraska ko'chgan joylariga kraska to'ldirib, kosmetika qilib beramiz. Mana inshaalloh mashinamiz tayyor bo'ldi. Miyatinalarni idealni chiqarib, kraska to'ldirgan joylariga to'ldirib qo'yganmiz. Mana okalar, umuman bilimliga qilib, xudo xolsa chiroyli qilib berganmiz. Egalariga yoqadigan umiddamiz. Mana bafir ko'chib qo'ygan joyiga kraska qisib qo'yganmiz. Krilo qismiga ko'chgan joylarni to'ldirganmiz.